Rossiyada media bayslari bo'lmaydiganman, lekin Shahzod Goldini bo'ylarini ko'rganingizda shou qiladi. Abba ham xuddi shu shou qiladi, qo'llarini tushirib, konkretni kulachkalarda, Tailandda shou qilgan. Bizga shunaqa bayslar kerakki, oktagonni ichida shou qilgan bayslar kerak. Hozir internetda shou qilganlar ko'payib ketib qolgan. O'zbekistonimizdan bayrog'ini ko'tarish tursa, hamma ularning ustidan kulyapti. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz, shou qilmoqchi bo'lsanglar, chiqinglar, urishinglar, shou qilinglar. Lekin har xil internetda bo'lar bo'lmas gaplar, intrigalar, bir-biriga diz tashlagan, u internet jangchisi o'qiyapti. Bolalarga men hozir aytaman, ukalarim, konkretni chiroyli jang, chiroyli xarakterda turnovka qilib, maqsadinglar sari oldinga yuringlar. Ertaga bizani ustozlarni yuzini yerga qaratmaylar, ota-onalarning yuzini yerga qaratmaylar, akrakalarni, millatimizdan yerga qaratmaylar. Bitta sizlardan so'ragan narsamiz shu. Inshaalloh O'zbekistonning o'g'lollarini ko'rsatamiz ustoz inshaalloh. Xudo xolasa. O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini yuqoriga ko'rsatamiz, O'zbekistonning uddallarini his qildiramiz. Xudo xolasa. Shunaqa har doim sportchi, men yoshligimda aytishganda, skromlik bo'lish kerak. O'zi mehnat qilyaptimi, mehnatini ertaga ustozlari, komandasi faxrlanib yurish kerak deyishgan. Sizlarning voqealardan har xil gap eshitib yurish kerak deyilmagan. Sportchi yutadi, yutqazadi Allohdan. Ertaga bitta yutqazib qo'yadi, hamma narsa o'zgarib ketib qoladi. Sizlarning voqealarda har doim birinchi ustoz turadi, degan vatanimiz turadi. Iltimos qilamiz, bu yog'iga faqat gaz, mehnat, bog' qudratinglar bilan harakat qilinglar. Yutasizlar, yutqazasizlar, hech qachon sharmanda bo'lmaysizlar. Agar sizlar haqiqatan